Dunyoning eng sersuv, toshqin daryolari baland tog' cho'qqalaridagi oppoq qorlardan, shaffof buloqlardan hikoya qiladi. Yana shunday daryolar borki, ular millat oydinlarining ko'ksida, yuragida jo'sh uradi. Ma'rifat suvlari bilan yosh avlodning ma'naviy chanqog'ini qondiradi. Ana shunday daryodil olimlardan biri filologiya fanlari doktori, professor Inomjon Azimovdir. Qahramonimiz 1966-yilning 22-iyulida Andijon viloyatining Andijon tumanida mehnatkash, tanti insonlar oilasida dunyoga kelgan. Ota-onam haqida gapiradigan bo'lsam, otam traktorchi bo'lib ishlaganlarda, 13 yoshlarning olamdan o'tganlar. Shu 13 yoshdan keyin biz oilada 8 farzand bo'lganmiz. 2 qiz, 6 o'g'il. Katta akamiz mana 3 yildan oshiq bo'ldi, olamdan o'tdilar. Qolganlar hammasi sog' salomat. Lekin shu otam olamdan o'tganlarida onam, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, bitta o'sha katta akam uylantirgan paytlari bo'lgan. Qolgan hammamiz uyli joyda qilgan, shu onam rahmatli bo'ladilar. Endi bolaligim haqida gapirganda men o'zim Andijon tumanida tug'ilgan bo'lsam ham, Oltinko'l tumanidagi maktabda o'qiganman. Oltinko'l tumanidagi 15-o'rta maktabda o'qib yurgan kezlardanoq yosh Inomjonning qalbida kitobga, ona tiliga muhabbat uyg'onadi. Oiladagi halollik, mehnatsevarlik muhiti va andijoncha go'zal qadriyatlar qahramonimizning ilmga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshiradi. Buvimni onalari katta buvi deyiladi. Biz Andijonda katta buvimni yonida hech kim bo'lmaganligi uchun meni shu yoqqa berishgan maktabga. Shu maktabda demak 2-sinfni yarmidan boshlab o'sha 15-maktabda tahsil oldim. Juda kitob o'qishga qiziqardim. Maktabni shunday kiraverishida o'ng qo'l tomonda juda katta bir kutubxona bo'lardi. Bu kutubxonani rahbari urushda qatnashgan bir ustozimiz edi, Isoqov degan domla deb. Birinchi kitob olganimni eslayman, kitob olib turib topshirayotganda albatta so'rardi. Qani nima mazmuni nima ekan bu narsani? Men shunda birinchi olgan kitobimni boshini yodlab olayotgan ekanman-da. Gapirib bersam, "Yo'q o'g'lim, bunaqa bo'lmaydi. Kitob o'qiganingdan keyin uni mazmuni mana bunday gapirib berishing kerak" degan narsani uqtirganda, onam onalarning qo'lida, katabim qo'llarida to 10-sinfni bitirgancha shu joyda yashab o'qidim. Katta orzular bilan poytaxtga kelgan yosh yigit 1984-yilda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutining o'zbek va qozoq filologiyasi fakultetiga o'qishga kiradi. Biz talabalik davrlarimiz boshqacha bo'lgan. Chunki hozirgi telefonlar, hali internet degan narsa yo'q. Haqiqiy o'qish, kitob o'qish, asosan kutubxonaga borish. Biz davrimizda endi ustozlarimiz aytadigan bo'lsak, juda mashhur ustozlar bo'lgan hammasi. Mana filologiya fanlari doktori, professorlar, Mazlum va Asqarova hozirgi o'zbek adabiy tili bo'yicha bizga dars berganlar. Homidjon Homidiy mana ustozlarimiz, Natamurod Mallayev o'zbek adabiyot tarixidan, Boqijon To'qliyev mana hozir hayotlar, Nizomiddin Mahmudov, professorlar Ravshan aka Rasulov, Samirxon Ashirboyev, mana juda ko'plab ustozlar, mana ayniqsa metodika bo'yicha Ranopa Abdulahad va Ranopa Inoqomov degan ustozlar bo'lardi. Ayniqsa Qudrat Ahmedov, bular hammasi mana shu bizga ta'lim bergan ustozlar. Bulardan haqiqiy o'sha metodika ilmini, adabiyot tarixi ilmini, o'zbek adabiy tili ilmidan chuqur o'rganganmiz. Men eng asosiy qiziqqanim bu til tarixi bo'lganda, eski o'zbek, keyinchalik men 5-kursga kelganda eski o'zbek yozuvi fani nima kiritildi-da. Mana shu jarayonda meni shu universitetda oliy ta'limda qolishimga eng sababchi bo'lgan ustozim filologiya fanlari doktori Samirxon aka Ashirboyev. Institutda o'zining zukkoligi,
tirishqoqligi bilan ustozlarning e'tibor va e'tirofiga sazovor bo'ladi. Oliygohni imtiyozli diplom bilan tugatgan qahramonimiz institutning eski o'zbek tili va yozuvi kafedrasiga mutaxassis o'qituvchi sifatida ishga olib qolinadi. Universitetdan keyin o'sha kafedrada ishladim, kafedra mudiri bo'ldim. Undan keyin o'sha o'quv bo'limi boshlig'i bo'ldim. Uzoq yillar mana nimada o'sha Nizomiy nomida pedagogika universitetida 11 yil notib dekan lavozimida ishladim. 2016 yangi universitet tashkil bo'lganda bu yerda mana dekan o'quvchilar bo'yicha prorektor lavozimida ishladim. Samixon Ashirboyev birinchi shogirdlarimiz, ustozi mana shu domla bizni shu oliy ta'limda qolishimizga sababchi bo'lgan inson. Va o'zlari mavzu berib, o'sha Navoiyning sintaksisi bo'yicha mavzu berib, nimaga ishga olib qo'yganlar va birinchi bizning faoliyatimiz eski o'zbek yozuvi kafedrasi tashkil bo'lgan. Biz bitirayotgan yilimiz, biz 5 yil o'qiganmiz. Shuning uchun bizning nimamizga o'zbek adabiyoti, o'zbek tili va adabiyoti va qo'shimcha eski o'zbek yozuvi o'qituvchisi deb yozilganda diplomimizga. Va o'sha paytda yuqorida aytgan 89-yildagi qonun chiqqan, o'sha davlat tili to'g'risidagi qonun. Bu joyda shu qonunda bizni 1000 yillik tariximizni asoschisi bo'lgan eski o'zbek yozuvini o'qitish masalasi qo'yilgan. Shuning uchun bu kafedra tashkil bo'lganda hamma fakultetlarda eski o'zbek yozuvi o'qitilgan shu paytda. Keyinchalik mana bu narsalar qolib ketdi. Va shu kafedrada faoliyatimizni boshladik. Domlaning shu qattiq qo'lligi bizga shu paytgacha bizni shunday bo'lishimizga juda katta turtki bo'lgan holat. Domla aytardilar: meni darsim bo'ladi, boshqa betdagi boshqa ustozlar darsi bo'ladi. Hammasini darslarini kuzatishlari kerak bo'sh paytlarda. Mana hozirgi yoshlarimizga ko'p yetishmaydigan narsa shu. Dars kuzatish masalasi. Kirib o'tirib, Ashirboyev darsi bo'ladi, Latifxon aka ustoz Halilov darslari bo'ladi, boshqa ustozlar darslari bo'ladi. Biz o'tirib darslarni kuzatardik. Maqsad shulardan o'rganish. Men ustozni 1994-yili shu o'qishga ilk kelganimdan bilaman. Ustoz u paytlarda dars berardilar va biz shu paytdan boshlab men universitetda mana ilk qadamni qo'ygandan ularni tanidik, bildik. Ustozimiz o'sha dekan bo'lgan paytlarda men ularning o'sha ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha dekan o'rinbosari bo'lib ishladim. Va hozirgi paytdagi shu rahbarlik lavozimlarida ishlashga, rahbarlik qobiliyatlarini men ustozdan o'rganganman. Chunki ustoz juda ham salohiyatli rahbar deb ayta olaman. Ular o'sha dekan bo'lgan paytda ham barcha o'sha talabalarimiz ularni masalan juda ham hurmat qilib bilishardi. Chunki har bitta talabani dardini, uni fikrlarini, uni tashabbusini qo'llab-quvvatlashlarni menga shu o'rgatganlar. Chunki ular har bitta talabalarni bizga o'sha o'rgatgan mana birinchi nimalardan bilishim mumkinki, o'sha talabalar bor, aytardilarki, shu o'qituvchi bor. Chunki talaba qachonki o'qituvchini hurmat qiladi, qachonki qaysi o'sha ustoz talabaga o'z mehrini bera olsa deb va har bitta talabani sinchiklab ularni dardini tinglay olishi bu har bitta rahbarga ham xos emas deb o'ylayman. Chunki alohida unga vaqtini ajratib tinglash uchun. Ular juda ham shuning uchun ham mana talabalar necha yillardan beri bo'lsa ham ularni eslashadi. Chunki ularni qobiliyatini, ularni tafakkurini, o'zi nimaiki aytadigan bo'lsa, o'sha salohiyatini qo'llab-quvvatlagani uchun har doim rahbar, xodim o'zini o'sha mas'uliyatini bilgan holda bosiqlik bilan, kamtarlik bilan hamma bilan gaplashishgacha bizga shu ta'limni berganlar. Men ularni inson sifatida juda ham yaxshi insonligini alohida ta'kidlayman. O'qituvchi ustozlar haqida gapirganda doim bir rivoyat esimga tushadi. Aytishlaricha, Imom Buxoriy hazratlari Makka va Madinada ta'lim berayotgan paytda ziyoratchilar tomonidan Buxoroy Sharifdan ustozlaridan salom va maktub keltiradi. Shunda Imom Buxoriy o'rinlaridan turib, Buxoroy Sharif tomonga yuzlanib, ustozlariga ta'zim qilib, xatni tabarruk qilib keyin o'qigan ekanlar. Bu bilan nima demoqchimiz? Bizda tarixdan haqiqatdan ham ustoz murabbiylarga bo'lgan e'tibor, hurmat milliy qadriyat darajasiga ko'tarilgan. Kechagidek esimda Inomjon Mamad Sodiqovich mustaqillikning 50 yillarida, adashmasam 1991-92 o'quv yillarida aynan Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika institutini tugatib ishga qolgan edilar.
aynan shu yili birinchi o'sha guruh sifatida biz qabul qilinganmiz. Bizlarga o'sha birinchi guruh sifatida eski o'zbek tili va eski o'zbek yozuvi fanlaridan bizga dars berganlar. O'shandayoq ustozdagi bir qat'iyat, bir so'zlik, o'z ishiga bo'lgan qiziqish, o'z ishini ustaligi, tilga bo'lgan e'tiborni o'shandayoq sezganmiz. Albatta talabalik davrlarimiz aynan shu ustozga havas qilgan holda ularning o'gitlarini eshitib, ularning darslarini eshitib, o'qituvchi murabbiylikning sir asrorlarini o'rgandik. Inomjon Azimovning faoliyati o'zbek tilining tarixiy taraqqiyotini va jadidlar merosini o'rganish bilan chambarchas bog'liq. Olim Alisher Navoiyning nasriy asarlari jozibasini tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qildi. 20-asr boshlaridagi o'zbek tilshunosligining rivojlanish yo'nalishlarini, imlo va alifbo muammolarini chuqur tadqiq etdi. Olim yaratgan o'nlab darslik va monografiyalar bugun yosh izlanuvchilar uchun asosiy qo'llanmalar sirasiga kiradi. Inomjon aka boshqa tilshunoslardan, ayniqsa hozirgi zamonaviy tilshunoslardan farqi shundaki, u kishi eski o'zbek yozuvini juda yaxshi biladi, juda mukammal o'rganganda. Ya'ni eng qiyin soha o'sha eski o'zbek yozuvi, o'sha jadidlar davrini o'rgangan tilshunos olimda. Buning uchun albatta arab alifbosini, arab tilini, fors tilini juda mukammal bilish kerak talab qilinadi. Uni har qanday kishi ham olib bora olmaydi. U kishi ning bevosita fors tili bo'yicha, arab tili bo'yicha o'quv qo'llanma darslari ham bor. Keyin yana arxiv materiallarni o'rganish juda ham qiyin. Mana o'sha birinchi qurultoy mana Bakuda materiallarini o'sha 26-29 Samarqand materiallari. Masalan, men Samarqandda yashayman. Samarqandga borib, viloyat arxividan o'sha narsalarni o'rganib, butun albatta arxivda juda ham qiyin. O'sha chang, boshqa arxiv o'shalardan hech o'qimasdan o'shalarni o'rganib, mana shu jadidlar davri o'sha tilshunosligini mukammal o'rgandi. Mukammal. U kishi darrov ba'zilarga o'xshab tezlikda doktorlikka shoshilmadi. Hozir mana ba'zi yoshlar 2 yilda, 1,5 yilda doktor bo'lib ketyapti. Elektronli, nazariy yordam olib. Yo'q, bu kishi shoshilmadi. Bu kishi imkoniyati juda keng edi. Juda ko'p yillar Nizom pedagogika universitetida dekan bo'lib ishladi. Undan keyin o'zbek tili adabiyoti prorektor bo'ldi. Mana 5 yildan beri Davlat tili ish malakasi markazining rahbari bo'lib ishlayapti. Albatta hech qachon shoshilmadi. Bizlar ham o'zimiz so'rardik, Inomjon aka, siz allaqachon doktor darajasidagi insonsiz. Nega buncha shoshilmaysiz? Yo'q, men shoshilmayman. Mana o'sha nomzodlik qilganiga qariyb 20 yilga yaqindan keyin doktorlik qildi. Juda ham sinchkovlik bilan o'rgandi. O'sha jadidlar tomonidan o'rganilgan narsalar, o'sha til, imlo qoidalari, terminologiya masalalari hammasini o'rganib chiqdiki, bu ayni paytda mana shu hozir prezidentimiz tomonidan o'sha jadidlarni o'rganish masalasiga bo'lgan o'tgan xuddi buyurtmadek ishini tayyor bo'lib, mana shu darajaga erishdi. Mana shu juda ham katta tadqiqot. Buni hamma ham eplay olmaydi. Mana shu bilan boshqa tilshunoslardan e'tibori farqi shundaki, juda sinchkovlik bilan qo'lyozmalarni bilasizki, qo'lyozmaning har xil shakllari bor-da. Arab yozuvida juda xil, 10 xil shakllari bor. Ba'zilarda o'sha boyagi o'zimizdagi uni tovushlar qo'yilmaydi. Ana shularni ham sinchkovlik bilan o'rganib, bir-biridan solishtirib, mana shunaqa o'rganganligi bilan jiddiy farq qiladi. O'sha zamon talabiga, mana hukumatimiz talabiga javob beradigan bir katta bir monograf tadqiqotni yaratganligi bilan boshqa tashkilotlardan ajralib turadi. Tilga juda ko'plab ta'riflar bor. Til millatning ruhi deydi. Ulug'bek Hamdam bir paytlar ta'rif bergan, til millatning pasporti deb. Haqiqatda bor narsada til bor ekan, shu millat borda. Til yo'q bo'lsa, albatta bu tarixdan juda ko'plab misollar. Til yo'q bo'lgandan keyin millatning o'zi bu tanazzuli yuz tutadi. Yo'q. Qahramonimiz bugun ham o'ziga ham fikr, ham maqsad insonlar bilan bir yelkadan bosh chiqarib mehnat qilmoqda. Azimov domlaning g'ayrati, shijoati, hamkasblarga ilhom, shogirdlarga o'rnak bo'lmoqda. Olim rahbarlik qilayotgan davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi ayni paytda mamlakatimizda davlat tili siyosatini yurituvchi asosiy muassasalardan biri hisoblanadi. 45 mingdan ortiq davlat xizmatchilari, 5 mingga yaqin oddiy aholi vakillari ushbu markazda tashkil etilgan o'quv kurslarida saboq oldi. Mana hozir bu jarayonda aynan prezidentimizning 58-50 son farmoni ijrosi bo'yicha tashkil bo'lgan markazda bu.
Bu markaz demak davlat tilida ish yuritish asosida o'qitish malaka oshirish markazi deyiladi. 2020-yilda tashkil topgan. Shu tashkil topgandan buyon mana shu markazda mana ham direktor, ham universitet prorektori sifatida ishlab kelyapman. Inomjon aka ham olim sifatida hamda bir davlat tashkilotining boshqaruv rahbari sifatida juda ko'p qirralari bor. Bu inson haqida birma-bir har bir ularning hislatlariga, ularning boshqaruv jarayonlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu bir katta kitob bo'ladi. Umumiy bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, Inomjon akaning bu bosib o'tgan hayot yo'llari bu yoshlar uchun, shogirdlar uchun yoki bo'lmasam bir yaqin do'stlar uchun bir namunaviy kitobdek. Aynan 2019-20-yillarda, shu yaqin yillarda mana shu davlat tilida ish yuritish asoslari o'qitish va malaka oshirish markazining tashkil etilishi jarayonida shu hujjatlarni, qarorlarni tayyorlanishi, markazni eng pastki pog'onasidan qo'yib borib, uning tashkil etilishi juda katta mehnatlari bor. Endi to'g'ri bu yerda universitet bosh bo'lgan, lekin mana shu universitet bilan hamkorlikda bu ishni qilayotganda mana bugungi kunga kelib shu markazda 50 mingga yaqin tinglovchilarda o'qitildi, aholi 30 mingdan ortiq aholini o'qitilib bo'lmoqda va bu yerda juda ko'p sohalarda xorijliklar uchun yoki chet eldagi xorijdagi filologlarning o'qitish masalalariga mana shu insonning sa'y-harakatlarini amalga oshirdi. Tilni saqlash, tilni kelajak avlodga sog' holda yetkazish, uni mavqeini ko'tarish hammamiz vazifamizda. Mana 1989-yilda o'zbek tili davlat tili maqomi berilgan bo'lsa, to'g'ri o'sha 89-yilda 3-4 yilcha yaxshi ishlar qilindi. Lekin keyinchalik bu jarayonda susayish boshlandida. Faqat o'sha ona tilimiz 21-oktyabr eslanadigan holatga kelib qoldik. Shukrlar bo'lsin, 2019-yilda prezidentimiz, yurtboshimiz bu masalaga alohida e'tibor qaratdilar. Demak, o'sha 2019-yilda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan 30 yillik sana juda keng nishonlandi. Yurtboshimizning maxsus 44-79 sonli qarori chiqdi. Mana shu sanani keng nishonlash bo'yicha prezidentimiz shaxsan o'sha 21-oktyabr kuni tilimizdagi muammolar bo'yicha juda katta ma'ruza qildilar. Aynan shu kuni o'zbek tili davlat tili sifatida nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi prezidentning farmoni imzolandi. Mana shu farmon asosida Vazirlar Mahkamasida alohida tuzilma paydo bo'ldi. Bu tuzilma Davlat tilini rivojlantirish departamenti. Farmon ijrosi asosida mana shu 117 sonli Vazirlar Mahkamasining qarori bilan bizning markaz tashkil topdi. Bu markazda vazifasi, maqsadi nima? Mana hech kimga sir emas, biz hozir ikkita yozuvdan tengma-teng foydalanyapmiz. Yosh kattalar kiril yozuvida, yoshlar endi lotin yozuvida. Shu ikki yozuv masalasi haligacha hal bo'lgani yo'q. Shuning uchun ham prezidentimiz o'sha ma'ruzalarda ham shu masalani qo'ydiki, bir yozuvga o'tish masalasini. Va bizning markazimiz aynan vazirlik, idoralar, o'sha mahalliy hokimiyat xodimlarini va shu lotin yozuviga asoslangan o'zbek yozuvi, o'zbek adabiy tili me'yorlari va davlat tilida ish yuritish bo'yicha malakasini oshirib keldi. Bu aynan o'sha nimada qarorda belgilab qo'yilgan vazifani bajarib kelyapmiz. Va bundan maqsad, markaz tashkil qilishdan maqsad aynan ikki yozuvdan bir yozuvga bir og'riqsiz o'tish. Biz birgalikda tashkil etilgandan buyon 2020-yildan buyon baqamti yonma-yon ishlab kelyapmiz. Mana shu yillar davomida Inomjon Mamadsodiqovichning rahbar sifatidagi juda ko'plab xususiyatlarni kashf etganman. Psixolog Deyl Karnegining bir yaxshi fikri bor. Tashkilotlarga rahbarlar birinchi navbatda ilmiy jihatdan emas, balki kompetentligi, ya'ni muloqot qila olish salohiyati bilan ko'proq rahbarlikka saylanadi deyiladi. Ya'ni rahbarlarning 80% jamoa bilan muloqotga kira olishi nuqtai nazardan tayinlanar ekan. Ana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, Inomjon akada birinchi navbatda shu sohaning yetuk vakili sifatida ilm yetarli. Chunki bizning sohamiz davlat tilida ish yuritish bo'lar ekan, avvalo shu o'zbek tilimizning davlat tili maqomini olishgacha bo'lgan tarixni har bir rahbar xohlaysizmi, xohlamaysizmi chuqur bilishi kerak. Chunki har bir jamoada
yetakchi, shu ilmi bilan yetakchi bo'la olishi kerak. Mana shu ma'noda Inomjon akaning jadid lar faoliyatini chuqur o'rganganligi, bu bo'yicha alohida ilmiy tadqiqot ishini amalga oshirganligi va hattoki jadidlarimizning ko'plab asarlarini asl holida ommaga taqdim etganligi ham Inomjon akaning bu sohada juda chuqur va ko'lamli faoliyat olib borganligidan dalolat beradi. Bu rahbarning ilm jihatdan alohida bir jihati bo'lsa, ikkinchi jihati ham Inomjon akada mujassamlashgan, ya'ni jamoada muloqot qila olish madaniyati, jamoa bilan ishlash madaniyati bo'ladi. Ba'zan jamoada turli xil fikrlar bo'lishi mumkin, keskin bir e'tiroz bildirishlar bo'lishi mumkin. Shunda har bir yig'ilishlarda, kengashlarda kuzatib turaman. Men odatda insonni kuzatishni yaxshi ko'raman. Shunda qaysidir jihatlardan Inomjon akada shu kompetentlik mendan ko'ra yuksakligini har safar tan olaman. Bu avvalo samimiylik, kamtarlik va to'qnashuvlar bo'lgan paytda bosiqlik. Bu har bir rahbar uchun xos bo'lgan asosiy jihat. Chunki rahbar shu jihati bilan yutadi. Markazimiz 2020-yilda tashkil topgan bo'lsa, o'sha 117-sonli qaror bilan bizda ikkita yo'nalish bor edi. Birinchisi o'sha davlat tashkilotlari xodimlari, bu vazirlik idora xodimlari, hokimliklar, xo'jalik birlashmalari xodimlarini pulli shartnoma asosida o'qitish, ikkinchisi keng aholini bepul o'qitish. Keng aholini biz bepul o'qitib kelyapmiz. Bundan tashqari biz bu ikkita yo'nalish bilan to'xtab qolganimiz yo'q. Biz o'zimiz tashabbusimiz bilan juda ko'plab yo'nalishlar ochdik. Mana ulardan bittasi o'sha biz yaqinlarga aytamiz, mana o'zbek tilini o'rganishni xohlamaydi deb. Boshqa millat vakillari, mana 130 dan ortiq millat yetakchilari yashaydi O'zbekistonda. Biz o'tgan yil shunday tashabbus qildikki, til bayrog'i arafasida kelinglar, kim xohlovchilar bo'lsa bepul o'qitamiz deb. Bilasizmi, yopirilib kelishdi. Yosh katta o'sha kampir momolar, bobolar, o'sha boshqa millat o'qiymiz deb. Demak, ularni o'qish, o'zbek tilini o'rganish uchun hech joyda shunaqa nimalar yo'q ekan. Demak, bunga ehtiyoj bor ekan. Mana hozirgacha kuni kecha biz yana ikkita guruhni bitirtirdik. Imtihonlarni topshirib ketishdi. O'zbek tilini o'rganuvchilar ko'p ekan. Professor Inomjon Azimov nafaqat respublikamizda, balki xalqaro maydonda ham o'zbek tilining haqiqiy targ'ibotchisidir. Qahramonimizning tashabbusi bilan Qozog'iston, Qirg'iziston kabi davlatlarda umumta'lim maktablari o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilari uchun har oyda bir marta masofaviy o'quv tashkil etilgan. Yangi tashkil bo'lganda ijtimoiy tarmoq orqali e'lon berdik. Kelinglar, biz o'zbek tilini, demak, xorij davlatlarda onlayn asosda Zoom orqali o'qitamiz deb. Bilasizmi, shu e'lon berganimizdan keyin 40 ga yaqin murojaatlar bo'ldi-da. Shimoliy Afrikadan, Misrdan, Fransiyadan, endi Afg'onistonda o'zbeklar ko'p. Shunda bir 3 oy mobaynida mana shu nimalarni o'qitdik. Bu ham o'zbekning targ'ibi. Undan keyin mana Turkiyada 3 ta xuddi shunday kurs tashkil qildik. Bu joyda o'zimiz shogirdlarimiz, Muzaffar, No'mon degan shogirdlarimiz bor. Hozir doktorantida o'qishyapti. Mana o'sha joyda ham biz nimalarni o'zbek tilini o'rganish kurslarini tashkil qildik. Demak, o'zbek tilini o'rganishga xohlovchilar juda ko'p bo'lyapti va o'rgatyapmiz. Ustozlik maqomi shunday ulug'vor cho'qqiki, unga faqat sabr va matonat bilan ko'tarilish mumkin. Inomjon Azimov Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetida dekan va prorektor lavozimlarida ishlagan yillarda o'zining ilmiy maktabini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Bugun mazkur ilmiy maktab yangi bosqichga, yangi darajaga ko'tarilgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ustoz otangdek ulug' degan gap naqlni endi tushunib yetyapman. Sababiki Inomjon ustozimiz birinchi 2019-yillar davrida bizning dekanimiz bo'lgan. O'sha dekanimiz paytida o'sha bizni xuddi o'zlarini farzandidek tarbiyalab, nima deydi, ilm berganlar. O'sha paytlardayoq o'zi insonni
ichki dunyosi va tashqi taraflarini o'z insoni farq qilsa bo'ladi. O'sha paytlarda ustozning mehri daryoligi, shogirdlarga bo'lgan hurmati nafaqat qattiq qo'lligi emas, balki bir tushunarli holatda bizga yetkazib berishlari juda ham ma'qul bo'lardi bizga. Ustozni bizga bergan bilimlari nafaqat o'sha ilmiy ishimizda, balki biz salohiyatimizda va undan tashqari insoniylik jihatdan bizga qo'llab-quvvatlaganlari juda ham o'rinli hisoblanadi. Ustozni insoniylik jihatlari juda ham ko'p. Biz yordam so'ragan paytimizda juda ham ko'p bizga yordam qo'lini cho'zgan. Nafaqat o'sha ilmiy rahbarlik yoki ustozlik jihatdan emas, odamiylik, shunchaki aka-uka sifatida ham bizga juda ham ko'p yordam bergan. Va hozir o'sha Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Davlat tilida ish yuritish malaka oshirish markazi joriy etilgandan keyin ustoz bir kuni telefon qildi menga. Telefon qilib, Azizbek, qayerdasan? Men seni o'sha ishga taklif qilmoqchiman deb qoldi. Va o'sha paytlarda ham ustozni shogirdi bo'lish, ya'ni qo'l ostlarida ishlash meni ishtiyoq baland edi shu paytda. O'sha paytlardan keyin ustoz menga ish taklif qildi va mana hozir 6 yil bo'ldiki, o'sha birga ustoz bilan ishlab kelyapmiz. Mana ilmiy rahbarim nafaqat men uchun ustoz, balki hayotda haqiqiy yo'l ko'rsatuvchi, maslahatgo'yim hisoblanadi. Juda ko'p ishlarda ustozimdan maslahat so'rayman. Ular bu maslahatlarni ayamasdan to'g'ri yo'l ko'rsatadilar doim. Shu qatori ilmiy ishda, ayniqsa nafaqat ilmiy ishda, balki hayotda sabrli bo'lishni va mas'uliyatli bo'lishni juda ko'p takrorlaydi. Ayniqsa shu narsani juda ko'p takrorlaydilar ustoz. Bir voqea hech esimdan chiqmaydi. Bakalavr paytida, talabalik paytlarimiz. Men taqdir taqozosi bilan uyda ta'mirlash ishlari shoshilinch amalga oshirish kerak bo'lib qoldi. Shunda ustozim chaqirdilar. Kel bu yoqqa deb qo'limga pul tutqazyaptilar. Beg'araz. Mana shu voqea men hayotim yodimdan hech chiqmaydi, esimdan hech chiqmaydi. Bu narsa o'sha bir talabani xotirasida bir haqiqiy insoniylikni, ishonchni bir namunasi sifatida amaliy bir nima deydi, namuna bo'lib xizmat qilgan. Tavsiya qilgan adabiyotlarini hattoki qiyinchilik bo'lsa, agar adabiyotni topishda ustoz o'zlari hattoki chet ellik tanishlari bilan bo'lsa ham o'sha adabiyotni topishga, o'sha ilmiy ishimizni yanada mukammalroq chiqishida o'z hissalarini qo'shishda albatta yordam beradilar. Bizi shu darajada ozmi ko'pmi erishgan yutuqlarimizda ustozimizni o'rinlari juda ham yuqori. Ularni bergan maslahatlari yoki ko'rsatgan yo'llar orqali biz shu kunlargacha yetib keldik. Barcha ustozimizni amalga oshirgan ishlari, yo'llari biz uchun albatta nurli yo'l hisoblanadi. Olimning bunday keng ko'lamli faoliyati ortida shubhasiz mustahkam va osoyishta oilaviy muhit turibdi. Erishilgan yutuqlar zamirida dildosh insonlarning duosi va ko'magi mujassam. Professor Azimov qaror toptirgan oiladagi ziyo muhiti bugun farzandlarning hayot yo'lini ham nurafshon qilmoqda. 91-yil uylangan bo'lsam, 91-yil demak o'sha 29-aprel bitirish arafasida to'yimiz bo'lganda, demak Andijonda 15-20 kun bo'lgandan keyin kelganmiz. Mana aeroport tomonda aeroport ko'prigidan shunday o'ngga burilganda, sal tushganda Venger ko'chasi degan bir ko'chada o'sha nimada turganmiz, ijrada turganmiz. U paytlarda kechasi soat 1dan bir to'rlargacha juda katta samolyotlar qo'nardi. Samolyotlarda og'ir yuk samolyotlar qo'nardi, titratib yuborardi hamma yoqni. Bir oydan ichida zo'rg'a o'sha nimaga o'rganganmiz, shovqiniga, lekin uzoq turmadikda. Bir 3 oycha turdikda, keyin o'sha turmush o'rtog'imni nimada Zangata tumanida bir maktabga ishga kirgandan keyin o'sha joyda bir o'qituvchi otam o'zi yashaydi, shu joyga kelib tursanglar degandan keyin o'sha Zangata tumaniga borib o'sha yerda yashaganmizda. Ma'lum payt yashaganimizdan keyin Chilonzorga ko'chib keldikda, Chilonzor o'zimiz uy oldik. Shu joyda yashaganda men ham universitetda ishlardim, ham Chilonzor tumanida 200-maktabda dars berganman. Haftada 3 kun borardi. Endi turmush o'rtog'im biz birga o'qiganmiz. Ular demak rus maktablarida o'zbek tili degan yo'nalishda o'qiganlar. Bu paytlarda men Andijondan, u kishi Toshkent viloyat Chinozdan
voy bu Chinozdan Andijongami degan haligi shov-shuvli haligi yo'q unaqa bo'lmaydi uzoqqa bermaymiz deganimiz o'sha paytda juda nima edi. Chunki sovchi bo'lib borishganda xuddi shunday masala qo'yganmiz, uzoqqa bermaymiz deganimiz-yu, baribir ikki nima bo'lgandan keyin Toshkentda yashaydi, shu joyda ishlaydi deb haligi shartlar qo'yilgandan keyin mana o'sha 91-yilda turmush qurgan bo'lsak, mana yashab kelyapmiz. 4 ta farzandim bor, 2 ta o'g'il, 2 ta qiz. Katta qizim boshlang'ich sinf o'qituvchisi, o'zimizni pedagog yo'limizdan ketgan. Ikkinchi qizim mana Alisher Navoiy nomidagi shu universitetda hozir mustaqil izlanuvchi dissertatsiya ishi meni yo'limdan ketyapti, ish qilib ilmiy ish, tilshunoslik bo'yicha ilmiy ish olib boryapti. Bitta o'g'lim o'sha endi iqtisod bo'yicha ketgan. Eng kichkinamiz hozir Turkiyada 4-kurs o'qish tugatyapti. Turkiyaning Afyon universitetida o'sha joyda turizm bo'yicha o'qishlarni tugatyapti. Endi farzandlarimga o'zini kasbini tanlashni o'ziga qo'yganman. Qachon kitob o'qisangiz, siz o'sha hayotda qoqilmaysiz. Buning uchun ko'p o'qish kerak. Turmush o'rtog'im bilan yaqinda mana turmush qurganimiz 35 yil bo'ldi. Hech ham afsuslanmayman. Juda ham baxtliman. Eng baxtli ayol, eng baxtli ona bo'lsam kerak. Xudoga shukr. Turmush o'rtoq sifatida ham, do'st sifatida ham doim maslahatlarni ayamaganlar. Doim bu kishiga suyanamiz. Nima maslahat kerak bo'lsa, nima yordam kerak bo'lsa, mendan ham, farzandlarimizdan ham, hatto kelinlardan ham, qarindosh urug', jigarlardan ham har doim maslahatlarni, yordamlarni ayamaganlar. Juda ham mehr oqibatni ham o'ringa qo'yadilar. Aka-ukalar bilan, singillar bilan doim xabardor. Ulardan xabar olib turadi. Bayramlarda, boshqa nimalarda doim o'sha eslab, tez-tez xabar olib, telefon qilib, tez-tez xabar olib gaplashib turadilar, hol-ahvollarni so'rab. Juda ham mehr oqibatli jigarlariga ham. Har qanday olimning ishi hech qachon silliqqina bo'lmaydi. U qancha to'siqlarga uchraydi. Mana shu to'siqlarga uchrash jarayonida juda ko'pchilik olimlar, ziyolilar qo'l siltab boshqa sohaga o'tib ketishi mumkin. Inomjon Aziyev qo'l siltamasdan shularni mashaqqat bilan yengib, juda katta yutuqlarga erishib kelayotgan olim. Shu jihatdan Inomjon Aziyevdan o'rnak olsa, namuna olsa arziydigan jihatlari ko'p. Undan keyin bu olim bo'lib, olimlik bilan birga juda fanni yaxshi tashkilotchisi. Juda yaxshi tashkilotchisi. O'sha tashkilot rahbari sifatida, bitta o'sha rahbar sifatida o'sha tashkilotni boshqarish, o'sha muammo yuzaga kelganda uni qanday yechimini topish, hal qilish va qo'l ostidagi odamlarga bag'ri kenglik bilan munosabatda bo'lib, ularni boshqarish, ularga ko'maklashish jihatda yaxshi eplaydigan zamonaviy rahbar deb bilaman. Yana bir narsani alohida aytish kerakki, masalan, uzoq yillar davomida shakllangan qarashlarni o'zgartirish masalasi juda ham og'ir kechadigan narsa. Chunki masalan bizda ko'pchilik tilshunoslar, ko'pchilik olimlar masalan o'zini shakllangan qarashlarini o'zgartirishi ancha og'ir kechadi. Bugungi kunda u qarashlarni juda ko'pchiligi eskirdi. Bugun yangicha qarash kerak. Zamon shiddat bilan rivojlanyaptimi? O'sha zamonning shiddatini oldindan bilib, shuni o'z faoliyatiga jalb qilish nimada Inomjon Aziyevda faoliyatda yaqqol ko'zga tashlanadi. Qahramonimiz ilmiy pedagogik faoliyat bilan bir qatorda yirik ilmiy anjumanlar, xalqaro grantlar va respublika miqyosidagi amaliy loyihalarning tashkilotchisi sifatida ona tilimiz rivoji uchun jonbozlik ko'rsatib kelmoqda. Professor Inomjon Azimov siymosida o'zbek tilining sadoqatli, serg'ayrat va fidoyi posbonini ko'ramiz. El suv ichgan daryolar shiddat bilan oqaveradi. Hali oldinda yangi manzillar, yangi chamanlar kutib turibdi.